Tak, zapis uchun yana boshqatdan qaytaraman. Endi yoqdik, endi boshladik o'zi. Tak. Holatingizni so'radim. Qanaqa holatdasiz va sizda charchagan, hamma narsadan charchagan holat bormi? Tanangizda og'riq bormi? Kim xohlasa video yoqishi mumkin. Menimcha albatta yoqish mumkin emas. Hammaga ruxsat berib chiqish kerak. Ну ладно. Oyoqlarimda og'riq, pufagimda og'riq, boshimda og'riq, oyoqlarimda, ya'ni tanangizda og'irlik bor-da. Endi matkamda og'riq boshlandi, kuchim yo'qligi bor, charchoq. Endi o'zim aqlim boshqara olmayapman. Juda xursandman. Tak, endi gapiraydi shu uchun. Bugun siz bilan birinchi o'rinda pul mavzusida gaplashamiz. Serobgarlik haqida. Serobgarlik bo'yicha serobgarligimizga ochilayotgan vaqtimizda juda ko'p biz kirib qoladigan to'siqlar. Bizni serobgarligimizni bloklab qo'yadigan hamma o'zimizni xatti-harakatlarimiz haqida gaplashamiz. Tak, serobgarlik o'zi aslida juda keng mavzu. Sizga bugun aynan asosiy ya'ni biz qo'yadigan xatoliklarda, biz qiladigan xatoliklar. Bu aslida xato emas. Bu tajriba. Shunchaki ularga e'tibor bersak, tezroq serobgarligimizga ochilamiz. Qanaqa sizda hozir mana masalan hozir aytyapsiz, menda og'irlik bor tanada, kuch yo'qligi. Endi tasavvur ko'ring, his qilib ko'ring. Hozir sizni xohishingizga pul keladigan bo'lsa, qanaqa holatda bo'lasiz? Ya'ni sakrab turasizmi? Nima bo'ladi? Sizda qanaqa holat bo'ladi? Holatingizda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Sizga bugun bizda bo'ladigan serobgarlik bo'yicha bir kunlik kursimiz bor. Uni, ya'ni qandaydir qismini u joyda ishlaydigan mavzuyimizni
qiladigan ishlarimizni qandaydir qismini sizga ochib bermoqchiman, ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni qanaqa yo'nalishda kurs bo'lishini aniq bilib olishingiz uchun. Yozvaring. Agar hozir sizni xohishlaringizga pul keladigan bo'lsa, siz nima qilasiz? Hozir xohishlaringizga pul keladigan bo'lsa, siz nima qilasiz? Tak, xursand bo'laman. Og'riqlarim esimdan chiqadi. Keyin xohishingizga pul keldi. Xohishingizga pul keldi. Og'riqlaringiz esingizdan chiqdi. O'sha xohishingizga pul to'lov qilishga borayotgan vaqtingizda, o'sha xohishingizga pul berayotgan vaqtingizda yana qanaqa his-tuyg'u bo'ladi? Shunga e'tibor bering. Uni olgani kuchim yo'q. Mazza qilib ishlataman. Salom, hammaga salom. Tak, yuragim kengayadi. Хорошо. Так. Xursand bo'laman, ishlataman. Yaxshi. Unda hozir his qilib ko'ring. Siz odatda topadigan pul emas, undan ko'proq pul kelishi boshladi sizga. Pul kelishi boshladi. Holatingizni his qiling. Nima bo'lishi boshlaydi? Mana pul kelishni boshladi. Qizg'anchiqlik ko'tariladi, to'g'ri? Ko'p pul kelishi boshladi sizga, to'xtovsiz kelishi boshladi. Qaradingiz, pul kelyapti. Siz odatda oladigan miqdordan ko'proq kelishi boshladi. 5 baravar, 10 baravar ko'proq kelishi boshladi deylik. Sizda qizg'onchiqlik ko'tariladi. Qayerga ishlatishni bilmaslik. Молодец. Yana aqlni xohishlarini olar ekanman. To'g'ri. Tak. O'zim ustimda ishlashga yanayam kirishib ketib, o'sha pul keltiradigan yo'llarni yopib, pul keltiradigan yo'llarga yopishib qolaman-da. To'xtab qolish, xursand bo'laman. Sen kerak eding, deyman. Aha. Ustimda ishlamaslik. Salom sevgim, sizni ko'rib, eshitib, butun tanam sizni nuringizga tashnadik. Sizdan nuringizdan to'ymayapman. Rahmat jonim. Tak, qolgan narsalar esimdan chiqib ketadi. O'zimni unutar ekanman, tanam boshqa aspektlarim. Qizg'anchiqlik, keraksizlik narsalar olyapman. Keraksiz narsalar olyapman-da. Pulim tugab qolishdan qo'rquvi juda to'g'ri. Молодец. Yana yozib boring. Молодцы. Ko'rdingizmi qancha saroblar bor? Yo'li pul keltirmaydi. Juda ko'p saroblar bor. Hozir bular haqida gaplashamiz. Bu efir o'zida siz juda katta miqdorda pul keltirishingiz mumkin hayotingizga va ularni to'g'ri investitsiya qilishni o'rganib olishingiz mumkin. Bu efir o'zida
Boshqalarga sarflash o'zimga emas. O'zim ehtiyojim keyingi o'rinlarda qolib ketadi, to'g'ri. Rejalarimni yozib chiqib, qaysi birini birinchi boshlashni o'ylayman. Kuchim yetmasligini o'ylayman. Olgan narsalarimga achinib behuda ketgandek tuyuladi. Молодцы. Judayam yaxshi. Ko'rdingiz, his qilib oldingiz. Hozir endi bular haqida gaplashamiz. Pul sarflash, keraksiz narsalar, o'yinlarga kirish, yaqinlarim oldida aybdorlik his-tuyg'usi bo'ladi. Tak, yaxshi. Tak. Tak. O'zimga yanayam talabni ko'paytiraman, dam bermasdan, juda to'g'ri. Tak, aybdorlik, ko'p pul sarfladim, loyiq ko'rmaslik. Manzura bibi, sizga ko'p pul tushsa, ya'ni hozirgi sizga tushadigan summadan 5-10 barobar sizga pul kelishni boshlasa. Pul kelaversa, qanaqa holatga tushasiz? Aybdorlik, ko'p pul sarfladim, loyiq ko'rmaslik. Endi keling, illyuziyalar haqida gaplashib olamiz. Yig'ish kerak, aynan. Yig'ish kerak. Tak, endi pulni ishlatishni bilmayman degan iqrorligim bor ekan. Agar eslab qolsangiz, yana yozavering. Men mavzuni boshlayveraman, ya'ni mavzu qismini. Esingizga tushib qolsa yozavering. Men qarab turaman. Umuman o'zimga ishlatishga ruxsat yo'q. Mana shu joydan boshlaymiz. Qarang, biz bilamiz, biz cheksiz ekanligimizni, pul keltira olishimizni, pul bizga cheksizlikda kelishini bilamiz. Lekin negadir u pullarni biz o'zimizga keltira olmaymiz, ya'ni chaqira olmaymiz. Biz nega shunaqa vaziyatga tushamiz, nega shunaqa holatga tushamiz? Birinchidan, o'zimizga ishlatishga ruxsat yo'q. Buni bilasiz, hozir buni chuqurroq gaplashamiz. O'zimizga ishlatishga ruxsat yo'q. Bu bor va pullarni ishlatgandan keyin aybdorlik his-tuyg'usi. O'zingizga ishlatsangiz ham, o'zingizga ishlatmasangiz ham aybdorlik his-tuyg'usi ko'tariladi. Aybdorlik his-tuyg'usi ko'tariladi. Nima uchun? Ya'ni siz o'zi pulni har doim yarata olamiz. Biz o'zi pulni har doim yarata olamiz. Siz pulni yarata olasiz. Va pul o'zi sizni xohishingizga doim keladi. Lekin e'tibor berganmisiz? Mana bir nimani qattiq xohlasangiz, pul keladida, boshqa narsaga ishlatib yuboramiz. E'tibor berganmisiz? Mana shu joyda o'zimizga bo'lgan ishonchsizlik ko'tarilishi boshlaydi. Ya'ni o'zimizdan ko'nglim sovib ketishi, o'zimizdan xafa bo'lishimiz, sen baribir meni xohishlarimga ishlatmaysan.
u narsa sizga juda muhim bo'lgan bo'lsa ham, mana masalan, bitta misol keltiraman sizga. Kursga qarab misol keltiraman sizga. Bizga shunaqa yozgan ishtirokchilar bor edi. Chunki men kursga pul so'ragandim, kursga pul kelgandi va uni boshqa narsaga ishlatib tashladim. Endi kursga qatnashmaganimga o'zim qiynayapman-da. U pullarni ishlatib yuborganimga o'zimni yeb o'tiribman. Ayblab o'tiribman deb yozishganda, biz o'ylaymizki, shunaqa darajada sarobli programmalar bor, o'y-xayollar bor. Biz o'ylaymizki, biz borib o'zimizga kiyim sotib olishimiz, ovqatlanishimiz, yeyishimiz, ichishimiz bu o'zimizga deb o'ylaymiz, o'zimizga sarflayapmiz deb o'ylaymiz. Kursga to'lov qilishni biz o'ylaymizki, bu o'zimizga emas. Kursga to'lov qilganingizda siz o'zingiz bilan ishlaysiz, o'zingizni rivojingiz bilan. O'zingizga investitsiya qilasiz. Kiyim uyingizda shunaqa darajada to'lib ketgandir-da. Kiyimlaringiz shunaqa darajada to'lib ketgandir. Ovqatlanishlaringiz ham joyidadir. U sizga qandaydir ichingizdagi xotirjamlikni beryaptimi? U kerakli narsa, u ya'ni bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Lekin qarab chiqish kerak. Biz odatda shundoq qilamiz. Masalan, hozir faqat kurs misolida gapiryapman. Siz boshqa misollarda ham ko'rishingiz mumkin. Kursga pul so'radingiz, chaqirtirdingiz, keldi u pullar sizga. Keyin siz borib o'zingizga kiyim olib keldingiz. O'zimni xursand qilib olishim kerak. Ya'ni kursda o'qishdan oldin men hozir ishlayman bu yerda kursda. O'z ustimda ishlayman. Men harakat qilishim kerak bo'ladi. Men ko'p energiya ketkazaman deb o'ylaymiz, sarobiy. O'sha uchun men hozir o'zimni xursand qilib olishim kerak, kiyintirib olishim kerak. Yig'izib, ichqizib olishim kerak-da. Keyin bemalol kursda qatnasha olaman. Bemalol kursda qatnasha olaman keyin deb o'ylaymiz. Pulni kursga yana keltiraman deb o'ylaymiz. Buni hozir faqat yana qaytarib o'taman. Kurs misolida aytyapman. Siz boshqa narsalarda ham ko'rishingiz mumkin. Nega kurs haqida gapiryapman? Chunki bu sizni rivojlantiruvchi aspekt. Juda qattiq rivojlantiruvchi qism, hayotingizni qismi, kurslar. Mana shu pul kelganda, mana kursga pul xohladingiz, so'radingiz, pul keldi. Pul kelgandan keyin ya'ni qizg'onchiqlik boshlanadi. Bu yerda qizg'onish boshlanadi, ya'ni yana meni xohishlarim bor edi-ku. Qarang, siz o'zi xohlab so'radingiz. Sizda ichingizda, ya'ni ruhingizda talab bor. Mana shu kursga talab bor. Buni hamma narsada olishingiz mumkin. Bu kursga talab bor, rivojlanishga talab bor, xohish borda, juda qattiq xohish bor. Siz bilasiz, ruh har doim rivojlanishi kerak. U uyg'onishi kerak. Uni bilasizda, u pulni oldingiz, pulni olgandan keyin, qo'lingizga pul tushgandan keyin u xohishingiz esingizdan chiqib qoladi. U xohish esdan chiqib qoladi. U xohish esdan chiqib qoladi. Siz aytishni boshlaysiz, "Men boshqa oladigan narsalarim bor edi-ku. Men o'zimga biror narsa olib bermaymanmi? Kiyim olib bermaymanmi? Soat olib bermaymanmi? Salonga bormaymanmi?" Ya'ni mana shunaqa xohishlar uyg'onishni boshlaydi, ya'ni sizni chalg'itishni boshlaydi.
O'sha joyda biz keltirgan pulni boshqa narsaga ishlatvordik-ku. Bu ham xohish edi-ku. Bu sizni xohishingiz edi. Ya'ni kursda o'qish bu sizni xohishingiz edi. Shu yerda siz o'zingizga bermadingizda boshqa narsalarga chalg'ib ketdingiz. O'sha uchun o'zimizga bo'lgan ishonchsizlik, pulda javobgarlik ololmaslik mana shunga kiradi. Pulda javobgarlik yo'qligi, javobgarlik olgimiz kelmasligi. Nega? Chunki shundoq pul keldimi, qizg'onchiqlik bilan hamma narsa o'zimizga olib tashlagimiz keladi. Ya'ni yana nima bor edi, qanaqa xohishlarim bor edi, mana shular esga tushib ketishni boshlaydi. Qanaqa edi, nima qilishim kerak edi, pul kelsa nima qilaman degandim-da. Mana shunaqa xohishlar uyg'onishni boshlaydi. Hozir 1 daqiqa, dadam telefon qilyaptilar. Mana shu yerdaman. Davom etamiz. Mahliyoshi efirga qatnasha olmayapman deganlarga yordam berib yuboring jonim kirishlariga. Tak, davom etamiz. Qarang, kursga qatnashish o'zi sizni xohishingiz bo'lganda, bu sizni o'zingizni qattiq xohishingiz bo'lgan. Siz unga pul keltira olgansiz. Demak, bu javob-ku. Siz xohlagan, istagan xohishingizga pul keltira olasiz. Va unga aralash bo'lib kelmaydi, ya'ni hamma siz o'zi ishlatishingiz kerak bo'lgan pulga qo'shilishib kelmaydi. Yoki men o'zimga ishlatishim kerak, ya'ni kundalik xarajatlarimga ishlatishim kerak yoki men xohishimga ishlatishim kerak degan tanlov bo'lmaydi. Agar siz xohishingizga pul keltirtirsangiz. Ya'ni demoqchiman, siz bir nimani xohladingizmi? Unga pul yo'llaringizni ochdingizmi? Uni so'radingiz, tanlov qildingiz, u narsani olish xohlaganingizni uni tanlov qildingizmi? U narsaga sizga pul keladi. Bu degani siz o'sha narsani olib berishingiz kerak o'zingizga. Yana bitta misol, biz shundoq qilamiz. Masalan, siz kiyim misolida tushuntirmoqchi emasman-da. Qanaqadir bir boshqa misol qarasak. Masalan, deylik, sayohatga pul xohladingiz. Sayohatga pul keltirmoqchi bo'ldingiz. Sayohatga chiqishni juda qattiq xohladingiz. Unga pul keltirtirdingiz. Sayohatga pul keltirtirishingiz bilan sizda nima boshlanadi? O'zi bu hamma narsada bo'ladi. Hamma nimaga pul keltirsangiz ham, pul keldimi, qizg'onish boshlanadi. Sayohatga pul keldi sizga, siz boshqa narsaga pul ishlatib yormoqchi bo'lasiz. O'sha pulni boshqa narsaga ishlatib yormoqchi bo'lasiz. Yoki u pulni ushlab turgingiz keladi. Ya'ni ushlab olsangiz, uni chiqarmasangiz, ya'ni bermasangiz, bu sayohatda o'ziga bermasangiz, mana pul keldi-ku, endi turadi oldimda pul. Ko'ryapsiz-a? Qanchalik sarobiy munosabatda bo'lamizda pulga nisbatan. Shu uchun ham pul kelishi ham qiyinlashadi, og'irlashadi. O'zingiz ham qiynalib ketasiz. Borgan sari siz xohishingizga pul keltirtirdingiz, u pulni qizg'onchiqlikda bergingiz kelmadi u xohishingizga. Va boshqa narsalarga ishlatib yordingiz. Ya'ni u pul ketadi-ku, ya'ni pul keladi, ketadi. Bu shunaqa oqim. Kelib ketadi, kelib ketadi, kelib ketadi, u sizda qolmaydi. Masalan, sayohatga pul keltirtirdingiz, qizg'onchiqlikda bergingiz kelmadi u sayohatga pulni, pul ishlatadigan joy chiqadi.
srazu pul ishlatadigan joy chiqadi. Ya'ni pul ishlatadigan joy chiqadi. Farzandingiz kasal bo'lib qolishi mumkin. O'zingiz kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Srochno qayergadir pul berib yuborish kerak bo'lib qoladi. Tez shu zahotiyoq qayergadir pul berish kerak bo'lib qoladi. Agar shunaqa vaziyat bo'layotgan bo'lsa, har doim bu narsani bilib turishingiz mumkin. Sizda qizg'onchiqlik uyg'ondi. Ya'ni bergingiz kelmayapti u narsaga pulni. Hozir bergingiz kelmayapti, o'sha uchun boshqa narsaga pul ketib qoldi. Qarasangiz, siz o'zingiz ham mazza qilmadingiz, pul keldi, o'zingiz mazza qilmadingiz, qiynalib qoladi tana o'sha paytda. Qiynalib, og'ir holatga tushishni boshlayveradi, og'ir holatga tushib ketaveradi tana. Charchoq holati ko'tarilib ketaveradi. Bu o'sha o'zimizga doimiy ravishda yo'q deyishimiz. Yo'q. Mumkin emas, kerak emasda mana shu o'zimizni taqiqlarimiz. Buni his qilib oldingizmi? Hozir aytgan gaplarimni. Endi bundan chiqish haqida gaplashamiz. Angladingizmi? Ya'ni nega sizga pul keladi-yu, boshqa narsaga ketib qoladi? Nega xohishlaringizga pul kelmaydi? Mana ichingizda shunaqa narsa bo'ladi-ku, meni xohishlarimga barib pul kelmaydi. Aniq bilasizda, aniq mana shu iqrorlik turadi. Nima uchun bunaqa deb o'ylaymiz? Chunki biz boya aytganimdek, o'zimizni xohishimizga so'radik, u xohishga pul keldi. Uni qarab turmaymizda. Mana xohishga men pul so'rayapman, hozir mana shu xohishimga pul kelishi kerak. Uni o'sha pulni shu xohishimga ishlatib yuborishim kerak deb aytmaymizda. Bizda shunaqa narsa bo'ladi, esimizdan chiqib ketadi. O'sha o'zi bitta xohishga pul chaqirdik, so'radik. Pul kelgandan keyin u xohish umuman esdan chiqib ketadi. Ko'rdingizmi? Boshqa narsalarga ishlatib yuboramiz. Ya'ni nima xayolimizga kelsa o'sha narsalarga ishlatib yuboramiz. Ko'rdingizmi? Ya'ni shu uchun bizda ko'tariladi. Meni xohishlarimga baribir pul kelmaydi. Baribir menga bermaysan. Ya'ni o'zimizga aytamiz. Baribir menga bermaysan. Pul kelgani bilan baribir menga ishlatmaysan menga bermaysan. O'sha uchun, ya'ni o'zingizdan o'zingiz xafa bo'lib qolaverasiz. O'zingizdan o'zingiz voz kechganligingizni his qilaverasiz. O'zingizdan o'zingiz ya'ni sen mendan kechgansiz, sen mendan voz kechgansan, sen menga hech narsa bermaysan, sen meni xohishlarimni bermaysan deb mana shu ichingizda mana shu ovozlar turaveradi. Yana buni farzandlaringiz ham aks ettirishi mumkin. Farzandlaringizga juda ko'p narsa qilasizda. Men o'zimda kuzatganman bu vaziyatni, hozir ham kuzatyapman. Ko'p narsa qilasiz, berasiz. O'zingizdan voz kechgan holatda, o'zingizni xohishlaringizdan voz kechgan holatda. Men oldin ham shunaqa qilardim. Hozir ham qaysidir joylarda, ko'rmayotgan joylarimda bor bu narsalar. Butunlay hali chiqib ketmaganman bunda. Lekin farzandingiz sizga aytaveradi, sen menga hech narsa qilmaysan, sen menga hech narsa bermaysan deb aytadi. Aslida farzandingiz ichingizdagi sizdagi bolani aks ettirayotgan bo'ladi, uni ko'rsatayotgan bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizga hech narsa bermayotganligingizni, o'zingizdan voz kechayotganligingizni. Bilasizmi, hamma narsa bersangiz ham shunaqa bo'ladi-ku. Hozir yana bitta e'tibor berilishi kerak bo'lgan joy, mana siz bir nima xohladingiz, unga pul keldi. Pul kelgandan keyin sizda
shunaqa narsa bo'ladi. Xohishlaringiz ko'payib ketadi. Bu sarob. Qarang. Ya'ni sarobiy xohishlaringiz ko'payib ketadi. Men boshqa narsalarni ham xohlayapman. Men uni ham xohlayapman, buni ham xohlayapman deb qarashni boshlaysiz. Menga pul yetmaydi. Endi men boshqa narsalarni ham xohlab qoldim. Bu joyda sizda mana shunaqa holat bo'ladi. Ya'ni siz pul olish mumkin ekanligini, xohishlarga pul olish mumkin ekanligini ko'rgan bo'lasiz. Demak, xohishlarga pul kelar ekanmi? Endi hamma narsani ko'paytirib tashlaymiz, ya'ni xaos ko'tariladi sizda. Hamma xohishlaringizni ko'paytirishni boshlaysiz. Ya'ni men uni ham xohlayapman, buni ham xohlayotgandim-ku. Endi ularni qachon olaman? Endi bu xohishim menga qiziqmas bo'lib qoldi. O'zi shu xohishga pul keltirgansiz. Shu xohish shunaqa darajada asl bo'lganki, kerak bo'lganki, unga pul keltira oldingiz. Bu ham o'sha o'zingizga olib berishdan, siz xohlagan, so'ragan xohishingizga pul ishlatishdan qochish. Ya'ni o'sha xasislik ko'tariladi, bu yerda xaos ko'tarilib ketadi. Xasislik hamma aspektda ko'tarilib ketadi. Ya'ni men endi xohishlarimni faqat hozir pul keldimi, hozir endi hamma xohishlarimni hozir aytib olishim kerak. Biz o'ylaymizki, keyin xohishlarga endi pul kelmaydi. Faqat hozir keldimi shu pul bitta xohishimga, endi faqat hozir kelar ekan. Keyin kelmaydi. Mana shunaqa deb o'ylaymiz. Ko'rdingizda qanchalik egri, ya'ni nazar bor pulga nisbatan. Bizga hech narsa kelmayapti deb o'tiraveramiz. Bizda yo'q deb o'tiraveramiz. Bizga berishmayapti. Menga borliqda hech narsa yo'q, menga pul yo'q deb o'tiraveramiz. Nimalarni angladingiz hozir shu yergacha? Bundan chiqishni aytaman hozir sizga. Retritda shunday bo'lganda, juda qatnashgim kelgandi va pul kelgandi. Nimalarni angladingiz? Yozib bering. Ovoz bor-a? Hech narsa qilishga qo'lim bormayapti. Vaqtimni shunchaki o'tib ketganini sezmay qolyapman. Hech narsa qila olmasdan har soatlarimni o'tkazib yuboryapman. Nimaga qotib qolyapman? Vaqtni o'tkazib yuboryapman. Tushunmayapman. Qimirlagim ham kelmayapti negadir. Shunaqa qilib juda ko'p vaqtimizni ketkazib qo'yishimiz mumkin ekan. O'zimiz sezmagan holatda. Chunki ya'ni siz xohishlaringizni ham olishingiz kerak. Xohishlaringizni ham olishingiz kerak, ham rivojlanishingiz kerak. Rivojlanishingiz uchun, sizda kuch bo'lishi uchun, motivatsiya bo'lishi uchun, xohish, energiya bo'lishi uchun siz o'zingizni xohishlaringizni amalga oshayotganini ko'rishingiz kerak. Amalga oshayotganini qachon ko'ra olasiz? Aniqlikda ko'ra olganingizda. Men davom etaveraman. Agar iloji bo'lsa, ya'ni chiqish haqida gapiryapman hozir уже. Ya'ni biz o'zi ko'rmaymiz. Bizni xohishlarimiz amalga oshayotganini nega ko'rmaymiz? Chunki aniq o'zimizga aytmaymiz.
mana men shu narsaga pul chaqiruvdim, mana bu narsani olib berdim o'zimga. Biz o'ylaymizki, bizni xohishlarimizni aytishimiz mumkinligi, uni bajarishimiz mumkinligi shu joyda to'xtaydi deb o'ylaymiz. Unaqa yo'q. Siz bugun bitta narsaga pul keltirishingiz mumkin. Shu kuni kechki paytda yoki yarim soatdan keyin, pul kelgandan keyin yarim soatdan keyin, 1 sekunddan keyin siz yoki o'sha onni o'zidayoq boshqa xohishingizga pul keltirishingiz mumkin. Siz cheksiz xohlashingiz mumkin va cheksiz pul keltirishingiz mumkin. Bu haqiqatan ham shunaqa, buni tekshirib ko'ring. Faqatgina nimaga so'ragan bo'lsangiz, unga ishlating pullaringizni. Ya'ni o'zingizga ko'rsating. Siz birorta bir xohishga pul so'radingiz. O'sha pul miqdori keldi sizga, uni olib bering o'zingizga, sevib, ya'ni doim gaplashing ichingizda. Men berishga tayyorman, bu pullarni berishga tayyorman. Mana shu meni xohishimga, men mazza qilishimga, meni komfortim uchun bu pullarni berishimga tayyorman. Bu ahmoqlik bo'lsin. Juda katta ahmoqlik bo'lsin. Bo'laversin. Siz mazza qilib ishlatganingizda, mazza qilib pul berganingizda, siz undan juda katta foyda olasiz, juda katta rivoj olasiz. Biz xaslikda pulni beramiz, keyin u joyda rivoj ola olmaymiz. Nega? Chunki izначально, ya'ni boshidan xaslikda berilgan pul sizga, mana masalan, kursga xaslikda to'lov qildingizmi? Zo'rg'a to'lov qildingizmi? Qanaqa natija olasiz deb o'ylaysiz? Kursga qanaqa to'lov qilgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa natija olasiz. Sizga master turib, ertayu kech sizga initiatsiya o'tkazsin, sizga kurslar bersin, sizga hamma ma'lumotlar, butun borliq ma'lumotlarni bersin-da, siz uni ola olmaysiz. Nega? Chunki siz kirgizmayapsiz, ruxsat bermayapsiz. Ya'ni saxiylikda berib, saxiylikda olmayapsiz. Mazza qilib olmayapsiz. Mazza qilib berib, mazza qilib olmayapsiz. Nima qilibdi? Siz rivojlanishingizga ham pul kelsa, hamma ya'ni qolgan xohishlaringizga ham pul kelsa, rivojlanish bu majburiyat emas. Bu sizni ruhingizni xohishi. Bu majburiyat emas. Rivoj hamma narsada bo'ladi, hamma narsada. Bu sizni ruhingizni xarakteristikasi. Ya'ni u shunga kelgan, yer yuziga rivojlanmaydigan narsa bormi yer yuzida? Bitta joyda turadigan. Siz 2000 yil oldin yaratilgan, turgan narsani hozir ko'rasizmi? 2000 yil oldingi qolgan narsalarda hozirgacha ishlatilishini, hozirgacha o'sha holda turganini ko'rasizmi? Yo'q, hamma narsa rivojlanadi, hamma narsa. Bizda 10 yil oldin, 20 yil oldin telefonlar qanaqa edi? Eslaysizku, juda kichkinagina edi. Hech narsasi yo'q edi, ekransiz. Ya'ni o'sha kichkina ekran bor edi. Ya'ni 30 yil oldinda, 20-30 yil oldin. Mana shunaqa telefonlar moda edi. O'sha kichkina Nokia, kichkina Samsung, mana shu telefonlarni ishlatib yurishardi. Hozir bormi unaqa telefon? Hozir kimga kerak bo'lsa, uni saqlab qolishgan, chiqartirishadi qanaqadir bir maqsadda. Lekin hozir, ya'ni telefonda o'zida misolda ko'rsatyapman sizga. Hozir qanaqa telefonlar yaralib ketdi? Ko'ryapsiz. 20 yil keyin, 10 yil keyin qanaqa telefonlar yaraladi? Bilasiz-ku, buni cheki yo'q. Вот. Hozir ko'rdingiz, ya'ni bu bizni ruhimizni, yerni talabi emas, xohishi deb qarashingiz mumkin. Bu yerni xohishi. Va har bir ruh yerda yashayotgan har bir ruhni xohishi.
ham rivojlanishingizga pul to'lov qilishingiz kerak. Bu bo'ladi. Masalan, siz qaysidir bir sohani o'rganib olmoqchi bo'lsangiz, siz unga pul to'lov qilasiz-ku. Lekin u soha sizga qancha narsa olib keladi hayotingizga? Qancha daromad olib keladi? Bu birinchisi. Ruhingizni, o'zingizni, ongingizni o'sganligini olib keladi. Masalan, deylik siz dizaynerlik bo'yicha o'rganib olmoqchisiz, dizayner, web dizayn masalan. Kompyuterda dizayner bo'lib yasash biron bir rasmlarni, biron bir plakatlarni, ya'ni hamma suratga bog'liq hamma narsani yasash, yaratish. Va unga ham to'lov qilasiz-ku, ham to'lov qilasiz, ham mehnat qilasiz uni o'rganishga. Sizga qancha xizmat qiladi keyin u? Va har bir bilim shunaqa. Siz saxiylikda, ya'ni bu narsani saxiylikka aylantirib yuborish mumkin. Xavfsizlikda emas, to'lov qilib o'rganish. O'rganishingiz ham qiyin bo'lib ketadi. Kursdan o'tishlaringiz ham qiyin bo'lib ketadi. Xavfsizlikda emas, saxiylikda qilib ko'rganda, bu narsani o'zgartirib ko'rganda, shu insonga mazza qilib pul to'lov qilishga tayyorman. Bu inson mana shu kursda menga professional darajasida o'rganishimga, professional darajasida bo'lmasa, qanaqa darajada bo'lsa ham, menga kerakli miqdorgacha menga shu bilimlarni o'tkazib berishi, o'rgatib berishi, hammasiga mazza qilib to'lashga tayyorman. Va bu pullarni mazza qilib ishlatishga tayyorman. Xursand bo'lishiga, mazza qilib, xursand bo'lib, o'zi xohlagan narsalarni, o'zini xohishlarini o'ziga olib berishiga tayyorman desangiz, siz u pul bilan pul berganda ham insonni uyg'otasiz. Unga bu energiyani, serobgarlik energiyalarini berasiz. Ya'ni u o'zi ham bilmagan holatda o'zini xohishiga pul ishlatishni boshlaydi. Ya'ni o'sha pul bilanda, siz bergan puli bilan o'zini xohishlari haqida o'ylab qolishni boshlaydi. Unga ishlatishni boshlaydi va keyin u kengayishni boshlaydi. Agar bu narsaga e'tibor bersa, ongli ravishda bu narsaga e'tibor bersa, xohishlariga pul berishni, kengaytirishni boshlaydi. Bu tasavvur qilyapsizmi? Butun borliq saxiylikda yashasa, mazza qilib pul bersa, mazza qilib rivojlansa, qanaqa darajada rivojlanib ketamiz? Qanaqa darajada uyg'onib ketamiz? Pul bu yaxshi emas. Pul bu qiyinchilik. Pulni topish qiyin. Pul yaxshilikka olib kelmaydi. Pul ko'p bo'lgani yaxshi emas, yomon bo'lib ketishi mumkin. Mana shunaqa hamma o'y-xayollar bor-ku, qing'ir o'y-xayollar. Bu juda katta sarob. Sizni pulingiz bo'lsa, siz rivojlanasiz. Ya'ni bu pul bu rivoj. Pul bu sizni o'yinlarga olib kirib ketadigan, sizni boshqa bir masalan keraksiz ishlar bilan shug'ullanadigan-da, siz ruhingizga keraksiz bo'lgan. Bunaqa aspekt emas. Ya'ni bu energiya unaqa emas. Pul energiyasi bu rivojlantiruvchi energiya. Faqatgina siz pulni energiyasini, asl energiyasi bilan ulanib olishingiz mumkin. Pulni asl energiyasi bilan. Pulni asl energiyasini his qilganingizda siz ko'rasiz. Hozir ham his qilishingiz mumkin. Hozir ham buni his qilishingiz mumkin. Pul bu rivoj. Bu juda katta rivoj. Pul to'xtovsiz rivojlantiradi. Masalan, siz pulingiz bo'lsa, masalan, siz nima qila olasiz? Siz chet elga chiqa olasiz, to'g'rimi? Siz xohlaganingizcha rivojlana olasiz. Hamma siz xohlagan sohalarda. Yana shunaqa qila olasiz, sizga komfort tarzda. Ya'ni masalan, borib o'rganadigan emas, siz uyingizga kelib o'rgatadigan qilib bersa bo'ladi. Yana pul qo'shib berganingizda, mazza qilib berganingizda.
Вот. И masalan, yogaga bormoqchisiz, tanangiz bilan ishlamoqchisiz, yogaga bormoqchisiz, yogani uyingizga keladigan qilishingiz mumkin. U odamni pulini berasiz, to'lov qilasiz-da, yo'llarini, o'sha kelishini shundoq pul berasiz, u maza qilib ketib, maza qilib keladigan, maza qilib ketadigan bo'ladi. И yana boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Til o'rganmoqchi bo'lishingiz mumkin. Unga ham, ya'ni kattaroq summa taklif qilganingizda, u so'rayotganidan kattaroq summa taklif qilganingizda, qachon kattaroq summa taklif qila olasiz? O'zingizda bo'lganda, to'g'rimi? O'zingiz sehrobgar bo'lganingizda, o'zingiz tayyor bo'lganingizda, mazza qilib pul to'lashga, unga mazza qilib berishga. Ko'proq berishga o'zingiz tayyor bo'lganingizda. Hozir sizga pul kelmayotgan bo'lsa ham, u narsaga, xohishga pul keltirayotganingizda, men ko'proq berishga tayyorman. Mana shuncha berishga tayyorman deb aytganingizda, sizga o'sha summa kirib kelish boshlaydi. Ko'proq bermoqchi bo'lganingizda, ko'proq kirib kelish boshlaydi. Вот. И u odam ham mazza qilib sizga o'rgatadi, mazza qilib ketadi, mazza qilib dars beradi. Siz ham mazza qilasiz. Komfortda, bemalol dars olasiz. Xuddi shunaqa ya'ni har bir sizni sohangizda, uyg'onishingizda ham, o'z ustingizda ishlashingizda ham, masterlardan coach olmoqchi bo'lgan paytingizda ham, ayniqsa mana shu juda ham muhim, coach olayotgan vaqtingizda serobgarlikda berishingiz, mazza qilib berishingiz u pullarni. Chunki coach, agar siz energiyangiz to'g'ri bo'lsa, u sizni juda zo'r rivojlantiradi. Rosa qattiq rivojlantiradi. Ya'ni master bilan yakka tartibda ishlashda bu sizni juda ham qattiq rivojlantiradi. Bu sizni alohida har bitta savolingizga javob berib chiqadi-da, master sizni uyg'otadi, siz bilan ishlaydi. Ya'ni coachda endi tunu kun birga bo'lasiz u bilan. Ya'ni chunki bog' bo'ladi. Coach boshlanib tugagunga qadar sizda ya'ni master bilan bog' bo'ladi. Вот. И ham uni chastotasida rivojlanasiz. Uni chastotasida rivojlanish uchun, mana masalan, siz qanchalik mazza qilib serobgarlikda u pulni berganingizda, serobgarlikda pulni xohlab berganingizda, siz o'sha pulni haqiqatdan berasiz. Lekin serobgarlikda emas, xasislikda pulni bergan paytingizda, siz qandoq qilib berasiz? Siz u pulni bermaysiz. Siz u pulni bermaysiz. O'shanga ham energiya ola olmaysiz. Hayotingizda bo'lgan ko'p vaziyatlarni ko'rib chiqdingizmi endi? Nega bo'lganini angladingizmi? Disko. Сейчас. Nimalarni angladingiz? Nimalarni his qildingiz? Yozib yuboring.
Ovoz bormi? Sho. O'ylanib qoldingizmi? Ha. Bu efirni sizga qayta-qayta eshitib chiqishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu efirda siz judayam katta miqdorda pul keltira olasiz. Ya'ni shu efirni hozirgi aytilayotgan bilimlar orqali, berilayotgan bilimlar orqali juda katta miqdorda pul keltira olishingiz mumkin. Вот. Bizda siz bilan mana shu serobgarlik kursi bor-ku, bir kunlik. Ungacha siz bilan yana efirlarimiz bo'ladi. Bugun bizni birinchi efirimiz, ya'ni bu kursga bag'ishlangan. Buni qayta-qayta eshitishingizni so'rayman sizdan. Chunki keyingi bizni efirlarimizda biz keyingi qismlariga o'tamiz. Mana shu pul bo'yicha gaplashishimiz, pul bo'yicha mavzuni keyingi qismlarga o'tamiz. Siz hozir bu narsani juda kichik, kerak emas narsa deb o'ylashingiz mumkin. Sizga bu jiddiy ko'rinmasligi mumkin, lekin e'tibor berib ko'ring. Ya'ni siz kuchingiz qolmagani, siz hech qanaqa xohishingiz yo'qligi, ya'ni o'zingizni qanaqa xohishingiz bor ekanligini tushunmayotganligingiz, bilmayotganligingiz bu shunga bog'liq. Nega qanaqa xohishimiz borligini bilmaymiz. Chunki aniq bilamiz, biz u xohishni o'zimizga bermaymiz. Bu xohishni bermasligimiz va nega bermasligimiz, qandoq qilib shundoq qilib qo'yayotganimiz, xohishlarimizni o'zimizga bermasdan, bu haqida mana shu yuqorida aytib o'tdim sizga. Pulga bo'lgan nazarni shunchalik yengil tushuntirdingiz, hammasi juda osonligini his qildim. Rostdan ham shunaqa. Siz tanlov qilasiz, bo'ldi, o'tib ketasiz. Bu bilan yillab ishlab bir nimalar qilishingiz kerak emas. Shunchaki kuzatib ketaversangiz. Qaysidir vaziyatingiz chiqdi, ya'ni aytayapman-ku, bu serobgarlik bilan ishlash bu juda keng, juda ko'p, uzoq vaqt davomida ishlanadi. Lekin siz uni anglab kuzatib hal qilib o'tib ketishingiz mumkin va o'sishingiz mumkin. Yoki anglolmasdan bitta joyda turib qotib ham qolishingiz mumkin, sizda pulda o'sish bo'lmaydi, bir xil ketaveradi yoki pastga qarab ketadi. Вот. Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Biz hozir bitta qismini ko'rdik. Bu judayam, ya'ni sizga pul kelishi boshlanishiga boshlang'ich qadamlar. Borgan sari qiyinlashib ketadi deganimiz, siz hal qilib ketganingiz sari, ya'ni har bitta o'sha pul bilan mavzularingizni, savollaringizni hal qilib ketganingiz sari hammasini hal qilish sizga oson bo'lib ketaveradi. Chunki darajangiz yetadi, orqada tajribangiz bor, hal qilib qo'ygan jarayonlaringiz bor pul bilan. Bo'ldi, mana shu narsalar sizga fundament bo'lib turadi. Mana shu tajribalaringiz sizga fundament bo'lib turadi. Шумно немного. Faqat tanlov qilsak bo'ldi. Tanlov qilasiz. Mana shu narsaga pul kelishini xohlayman. Menga ertaga yoki 3 kunda menga pul keltirib beringlar. Men tayyorman. Men
shu narsa uchun nima bo'lsa ham, masalan, kurs bo'lsa, kurs uchun mazza qilib pul to'lashga tayyorman. Bu kursda mazza qilib hamma bilimlarni, energiyalarni, vibratsiyalarni olishga, ular bilan butunlay o'zimni to'yintirishga, o'sishga, rivojlanishga tayyorman. Ya'ni har bitta nimaga pul ishlatayotgan bo'lsangiz, o'shanga qaratib aytasiz buni. Nega bu narsadan boshladim? Bugungi darsimizni, chunki mana shu pul kursimiz bo'lgan paytda va hamma hozirgi kurslarim bo'layotgan vaqtda kurslar juda ham chuqur. Siz hamma vibratsiyalarni to'laqon olishingizni xohlayman. Ya'ni e'tibor berishingizni, qanaqa hislarda, qanaqa fikrlar bilan, o'y-xayollar bilan pul to'lov qilayotganingizni. Judayam katta natijalar olishingizni xohlayman. Tak, endi bu bo'yicha his qildingizmi? Tak. Tamam. Bo'ldi. Endi bu qismimiz tugadi, ya'ni pul qismimiz. Hozir sizga sifatli uyg'onish haqida aytmoqchiman, buni e'lon qilmoqchiman. Bu kursimizni bizda 5-oktyabr kuni, shanba kuni kursimiz boshlanyapti. Yangi kursimiz sifatli uyg'onish kurs, ya'ni yangi etapi, bu oygi etapi. Bizda sifatli uyg'onish kursi har doim bo'lgan, bor. Bu kursda har oy to'xtovsiz qatnashib kelayotgan bizda ishtirokchilar bor. Biz 1 oylik tanaffus qildik, dam qildik bu kursda. Nega? Chunki har oy o'tilinadi bu kurs, har oy. Bu kurs yangi ishtirokchilar uchun. Yana qaytarib aytaman. Bu kurs, agar siz kublar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, agar siz kodlar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, agar siz uyg'onish kurslarida bo'lsangiz, o'qiyotgan bo'lsangiz va o'qishingiz to'xtab qolgan bo'lsa, qanaqa oldinga ketishni bilmayotgan bo'lsangiz, bu kurs sizga judayam qattiq yordam beradi. Bu kursda sizga rejim beriladi, rejim va siz oldinga ketishingiz uchun juda ko'p bilimlar beriladi. Bu kurs 4 ta darsdan iborat, 1 oylik kurs. Har hafta 1 marta bizda dars bo'ladi. 4 marta ko'rishamiz siz bilan va uni ichiga initiatsiyalar kirishi mumkin. Ya'ni har doim har xil bo'ladi. Guruhi holatiga qarab, guruhi talabiga qarab. Ba'zida shunaqa bo'lishi mumkin. 4 ta darsimiz, ya'ni 4 ta mana shu 1 oydagi 4 ta darsimiz initiatsiyalar bilan o'tishi mumkin. Initiatsiya aynan sizni hozirgi vaziyatingiz, to'xtab qolgan jarayonlaringiz undan o'tib ketishga, ya'ni oldinga sizni yurg'izib yuborishda bo'ladi maqsadi. Butun 4 ta dars korreksiya bilan o'tishi mumkin. Yoki har xil bo'lishi mumkin. 2 ta dars initiatsiya, 2 ta dars korreksiya bo'lishi mumkin. Har doim guruh, yig'ilgan guruhi, to'plangan guruhi talabiga qarab. Bu kursga bizda to'lovlar ochiq. Qabul ketyapti hozir. Administratorga murojaat qilib, kursga yozilishingiz mumkin. Kursga bizda shunaqa ishtirokchilar bo'lgan, umuman uyg'onish kursida bo'lmagan, umuman uyg'onish kurslari haqida hech narsa bilmaydiganlar bo'lgan. Qo'shilishgan guruhga, ya'ni bir oyda qo'shilishganda, o'tgan oy qo'shilishganda,
ularda hayotlari ya'ni tezlashishni boshlaydi. Biz ular bilan ya'ni bitta alohida ularni vaziyati bilan ishlamayman. Umumiyda, ya'ni tezlashish, umumiy tezlik beriladi. U sifatli uyg'onish kursida umumiy, ya'ni butun guruhga tezlik beriladi. O'sha tezlikda ular juda tez rivojlanishni boshlashadi. Uyg'onishdagi hamma e'tibor berilishi kerak bo'lgan vaziyatlar, aspektlar, ularni aytib o'taman. Ular haqida gapiraman ko'p. Ya'ni judayam ko'p kerakli rivojiz uchun informatsiya bo'ladi doim. Sifatli uyg'onish kursimizda. Sifatli uyg'onish kursimizga har oy qo'shilishingiz mumkin. Xohlasangiz 1 oy qatnashing, xohlasangiz 2 oy qatnashing, xohlasangiz 3 oy, xohlasangiz cheksiz ravishda har bir oyida qatnashib ketishingiz mumkin. Sizga qanday qulay bo'lsa. 5-oktyabr kuni kutib qolaman har biringizni. Bizda sifatli uyg'onishda birinchi darsimiz bepul bo'lmaydi. Uni yopiq formatda o'tamiz. Shuning uchun agar qo'shilib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha to'lov qilavering. Biz boshlaymiz. 5-oktyabrda biz boshlaymiz. Bo'ldi. Sifatli uyg'onish bo'yicha. Tak. Endi serobgarlik bo'yicha kursimiz bizda 10 kundan keyin bo'lib o'tadi. Serobgarlik bo'yicha kursimiz 13-oktyabrda bo'lib o'tadi. 1 kunlik kursimiz. Buni ham sizga e'lon qilmoqchiman. 1 kunlik kursimiz, unga hozirdan yozilishni boshlashingiz mumkin. 1 kunlik kurs bizda 3-4 soat davomida o'tilinadi. Birinchi bizda ya'ni initiatsiya bo'lishi mumkin, keyin informatsion qism bo'lishi mumkin yoki birinchi informatsion qismida keyin initiatsiya bo'lishi mumkin. Ya'ni bu kursning ichida ham initiatsiya, mana shu 1 kunning ichida ham initiatsiya, ham bilimlar beriladi. Mana shu pul bo'yicha, pul keltirish bo'yicha, pulda, moliyada o'sish, kengayish bo'yicha. Hozir sizga aytganimdek, judayam keng, judayam oson qilib tushuntiriladi sizga hamma narsa. Juda tez, oson pul keltira olishingiz, pulda chiqa olishingiz, pulda rivojlana olishingiz. Shunga qaratilingan bo'ladi bu kursimiz. Ya'ni qiynalib pul topish kerak emas. Bir nimalardan o'tib, ishlab, ming yillab ishlab, keyin pul topish kerak emas. Hozirni o'zida yaratsa bo'ladi pulni. Bu kursimizning nomi pulni, boylikni yaratish deb nomlanadi. Qanday qilib yaratish? Yaratishda biz qanaqa xatoliklarga yo'l qo'yamizda, ya'ni qanaqa to'siqlarga duch kelamiz? Pulni yaratish, boylikni yaratishda. Har biringizni kutib qolaman. Bu kursimizda 4 soat, 3-4 soat siz bilan ishlaymiz. Va hozirdan yozilishingiz mumkin. Sizga qanday qulay bo'lsa, imkoniyatingizga ham qarang va bu kursga albatta agar siz xohlasangiz, siz pul keltira olasiz. Va hamma kurslarga, hamma narsaga, hamma sizni xohishlaringizga siz xohlasangizgina pul keltira olasiz. Pul sizni xohishlaringizga keladi doim. Bu juda ham oson aslida. Sizdan shuni iltimos qilmoqchiman. Bugungi efirimiz bu bitta darsdek bo'ldi. Bugungi efirimizdagi har bir berilgan ma'lumotni ishlatib ko'rishingizni va natijalaringizni guruhga yozishingizni xohlardim. Agar xohlasangiz
bu darsni yana qayta eshitib chiqing. Agar xohlasangiz, hozir esingizda qolgan narsalar orqali ishga tushirib ko'ring. Ya'ni pullarni keltirtirib ko'ring. Вот. Sizga yana shu narsani aytmoqchiman. Qayerda ko'rgansiz, kurslarda rivojlangan sifatli masterlar kurslari yoki coach konsultatsiyalarni narxlari tushganmi? U doim ortib boradi, to'g'rimi? Chunki master doim o'zi bilan ishlaydi. U ishlaydi. U bilimlarni kengaytiradi, kuchaytiradi. Va u siz kutayotgan skidka, chegirmalarda siz kutayotgan chegirmalar 1 yilda 1 marta kelishi mumkin. Siz shuncha kutishga vaqtingiz bormi? 1 yilda 1 marta keladigan chegirmaga. Вот. Bu kurs hozir sizga bir kunda o'tilinadigan kurs deganim, o'zi kurslar bilasiz, 1,5-2 soat o'tilinadi yoki 1 soat o'tilinadi dars. Bu 2-3 darsni o'ziga olgan kurs. Shuning uchun, ya'ni narxi haqida ham administratordan bilasiz. Вот. Siz o'rganib qolgan miqdorda mana masalan, hozir sizga aytaman. Deylik, siz bir masterda ishlaysiz, bir master bilan ishlaysiz va siz uni kurslarini narxiga o'rganib qolgansiz. Va u kurslarning narxi sizga yoqadi, juda qulay. U master o'sgani sari u kurslarini, ishlarini narxini o'zgartiradi. U oshadi. U oshgandan keyin sizda qanaqa holat bo'ladi? Biz yo boshqa master qidiramiz, agar rivojlanmagan bo'lsak. Bu juda katta belgi. Ya'ni siz ham pulda o'sishingiz kerakligi haqida. Вот. Siz ham pulda o'sishingiz kerakligi haqida. Pulda o'sishingizni vaqti keldi degani haqida. Masalan, siz manikyurga borasiz-da, deylik. Manikyurga borasiz. Sizni mana shu siz o'rganib qolgansiz, qo'llaringizni, tirnoqlaringizni 200 mingga qildirishga o'rganib qolgansiz. Va o'sha yerdagi atmosfera sizga yoqmasdi. Ya'ni o'sha master bilan, tirnoqni qiladigan manikyur master bilan sizga o'tirish, uni xonasida o'tirish, shuncha vaqt kutish, bu narsalar sizga yoqmasdi, deylik masalan. O'sha xohlamayapsiz. Juda erkin, keng xohlayapsiz. Juda chiroyli kreslolar qo'yib qo'yishni xohlayapsiz sizga. Oldingizga kofe olib kelib berishni xohlayapsiz-da. Shirinliklar bilan, pechenkalar bilan-da olib kelib berishni xohlayapsiz. Sizga masalan qanaqadir bir ichimliklar ichmoqchi bo'lsangiz, napitaklarda, masalan, har xil ichimliklar bo'ladi-ku. Esimga kelmayapti. Sovuq beradigan. Ya'ni muzlatadigan tanamizni. O'zlari tayyorlashadigan. Har xil freshlar, masalan, свежевыжатый soklar bo'ladi-ku, endi chiqarilgan soklar. Mana shunaqa darajada siz xohlayapsiz-da. Lekin siz unga pul berishga tayyormisiz. Keyin shunaqa bo'ldi. Sizni masteringiz hamma xonasini o'zgartirdi, deylik. Xonasini o'zgartirdi, uslugalarni, obslugalarni hammasini o'zgartirdi, uslugasini. Ya'ni hamma mijozga bo'lgan e'tiborini, unga sevgisini, xonasini shunaqa yorqin qilib tashlagan, chiroyli qilib tashlagan, o'tiradigan joylaringizni ham chiroyli qilib tashlaganda, sizga kofe olib kirib beryapti. Sizdan hol-ahvol so'raydi. Sizga yana bir nima kerakmi, kerak emasmi deb so'raydi. Bir nima yemoqchimisiz deb so'raydi-da.
shunaqa darajagacha o'sdida va pulini ham o'stirgan. Pulini ham o'stirganda siz o'shanda qanaqa holatga tushasiz? Boshqa master qidirasizmi? Yoki o'ylanib qolasizmi? Qayerda nimani o'zgartirishim kerak ekan, anglashim kerak ekan. Nimaga bu belgi bo'ldida? Bu belgi nimaga keldi? Nimani ko'rsatyapti bu menga? deb his qilib ko'rasizmi? Odatda biz master almashtiramiz. To'g'rimi? O'sha manikyur masterini almashtirib tashlaymiz. Ya'ni jadnostda, xaslikda bu narsalarni qilib qo'yamiz. Bu normal, ya'ni bu normal holat. Endi normal holat bu bor demoqchiman. Bu normal holat emas, chunki siz boshqa o'lchamga o'tish xohlayapsiz. Endi serobgar bo'lishni xohlayapsiz. Yerni o'zi ham u kutib turmaydi. Siz qachondir serobgar bo'lib qolsangiz, keyin u ham siz orqangizdan harakat qiladi. Hech kim sizni kutib turmaydi. Hech kim. Hech narsa, hech kim sizni kutib turmaydi. Borlig'im, vaqtim sizni hech narsa kutib turmaydi. Hozir keltiring, hozir rivojlantiring. Nega hozir emas? Nega hozir o'zgartirish kerak emas? Nega hozir uyg'onish kerak emas? Nega hozir xohishlaringizni bermasligingiz kerak o'zingizga? Qancha yil yana kerak u xohishlaringizni berishga o'zingizda ruxsat uyg'otish uchun? Ya'ni shuncha yildan beri bu xohishlarni o'zingizga berishga sizda ruxsat uyg'ondimi? Endi bu yog'iga uyg'onadi deb o'ylaysizmi? Har biringizga serobgarlikda butunlay ochilishingizni tilab qolaman. His qilib ko'rishingizni, o'zingiz bilan qanaqa munosabatdasiz, hayotingizga qanaqa munosabatdasiz. Nimalar qilgis kelgan bo'lardi? Mana shu narsalarni kuzatib ko'rishingizni xohlagan bo'lardim. Nimalar o'zingizga bergis kelgan bo'lardi? Bu narsalarga ochilishingizni, ruxsat berishingizni, o'zingiz bilan gaplashishingizni, kelishib olishingizni. Beraman senga shu narsalarni. Beraman. Keltiringlar menga pul. Keltiringlar menga pul, o'sha narsani olib beraman o'zimga-da. Savollaringiz bormi? Efir bo'yicha. Oynani ochib qo'yaman birozga. Ko'ramiz. Savollaringiz bormi? Savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. O'zim uchun ko'p anglashlar oldim. Ayni haqiqatlarni aytdingiz. Tashakkur sizga, Yaxinjonim. Bu juda ko'p vaqtimizni olib qo'yadi-da. Juda ko'p vaqtimizni olib qo'yadi. Mana shu hech narsani xohlamaslik his-tuyg'usi bor-ku. Ya'ni hech narsani xohlamaysiz. Bilmaysiz nega xohlamayapsiz, lekin xohlamaysiz hech narsani. Chunki siz aniq bilasiz, baribir bermaysiz. Ya'ni pul bormi, yo'qmi, baribir bermaysiz o'zingizga.
O'zingizga bir nima xohlash, boya aytib o'tganimdek, o'zingizga kiyim olib berish, ovqat olib berish emas. Undan keyin narsalar bor. Ularga qarab ko'rish kerak. Unda siz bilan efirni yakunlaymiz. Yaxshi dam oling. Siz bilan keyingi efirlarimizda ko'rishguncha 5-oktyabrda sizni har biringizni sifatli uyg'onish kursimizda kutib qolaman. Va 13-oktyabrda bizda serobgarlik bo'yicha bir kunlik kursimiz bor. Pullarni, boylikni yarataman kursimiz. Har biringizni kutib qolaman. Hammaga xayr, yaxshi dam oling.